Agar mushugingiz katta ilon bilan to'qnashib qolganini ko'rsangiz, vahimaga tushmang. Mushuklarning bunday olishuvda yutqazish ehtimoli juda past. Odamlar va ko'plab boshqa hayvonlarda qo'rquv uyg'otadigan ilonlar ko'pincha mushuklar qarshisida ojiz qoladi. Buning asosiy sababi mushuklarning nihoyatda tez reaksiyasidir. Mushuklarning reaksiya tezligi taxminan 20 dan 70 millisekundgacha bo'lsa, ilonlarda bu ko'rsatkich 44 dan 70 millisekundgacha yetadi. Bundan tashqari, ilonlar bu tezlikdan asosiy hujum qilish yoki chekinish paytida foydalana oladi. Mushuklar esa panjalari, boshi, bo'yni va butun tanasi boridek chaqqon va yashin tezligida harakatlantira oladi. Kuchli ovchilik intellekti esa ularni ilonlar uchun jiddiy xavfga aylantiradi. Aynan shuning uchun qishloq va fermalarda mushuklarning nafaqat sichqonlarga qarshi, balki ilonlardan himoyalanish uchun ham boqishadi. Agar uyingiz yoki hududingizda ilonlar bilan bog'liq muammo paydo bo'lsa, xavfga qo'l urmang. Eurodezga qo'ng'iroq qiling.